Assalomu alaykum hurmatli kuzatuvchilar. Bugun mana men ancha vaqtdan so'ng video qo'yyapman. Hammaga ro'za Ramazon muborak bo'lsin. Bugun ro'zani 10-kuni. Bugun menga shanba kun dam bo'lganiga hisobga olib, bugun hamma gullarimni yuvib, tozalab tashqariga chiqardim. Gullarim yengil va juda zo'r nafas olishni boshladi. Bugun chiqardim. Bugun shanba kun menga dam. Bugun videolarim chiqarganimga 1 oy bo'lgan edi. 1 oy bo'ldi. Umuman bariklamayotgan edi ichkarida. Men ichkarida bularga yaxshi havo yetmagan. Men tashqariga chiqqaniga hammasi bariklab qolgan. Hamma bugun videolarim mana. Hammasi kurtaklab bariklab qolgan. 1 oy bo'ldi bular chiqarganimga. Mana bular ham yaxshigina bariklab qolgan. Hamma tikonlarni tagidan barik chiqargan gullarim. Mana bu gulim ham chiqdi mana. Rosa bariklayapti. Mana bularim ham bariklagan. Hammasi barik chiqarib boshlagan. Juda xursand bo'ldim. Bularim katta-katta u kurtaklagan holi. Endi barik chiqaradi. Bu qishi bilan bariklab chiqdi. Bariga mayda-mayda bo'ldi. Endi tashqariga chiqqaniga 1 oy bo'lgani uchun anchagina bariklar ko'payib zo'r bo'lib qoldi. Bugungi chiqargan gullarim mana shular. Mana hamma gullarim chiqarim. Bu 4 yillik, 5 yillik gulim, bu kaktusim. Sikas palmam, qora shahzodam. Bugun abitda boshlab tugatgan ishim sababi mana bu piyoz gullarim edi. Gipastrom piyoz gullari. Buni eski tuvakda edi. To'proqlari ham qotib ketgan edi. O'zim tayyorlagaman universal to'proqqa. Hammasini ekib mana yangi tuvaklarga oldim. Yangi tuvak emas, oldin ishlatgan tuvaklarim, lekin nargi tuvaklari sinib qolgan edi. Mana. Hammasiga 4 ta 5 tadan qilib gipastrom piyozlarni ekib chiqdim. Jami 10 ta tuvak bo'lib ketdi. Juda g'izillab, to'yilib tuvaklari toshib ketganda, boy suv sepdim, shunga oqarib qolgan. Mana bu kalalik piyoz gul. Buni ham nomi bir narsa. Keyin mana bu yoqda ham bor piyoz gul. Bunga ham piyoz gul ekdim, bunga ham ekdim. Bularga ham ekib qo'ydim ortganlarini. Mana bu Sansevieria silindr. Mana buni tuvaga to'yilib qolgan ekan, ikkiga bo'lib oldim. Suv quyib chiqdim boya, shunga to'proqlar toshib chiqqan. Mana bunda ham bor. Bu aloe vera, Sansevierialarim. Sansevieria atirgul sortlarim, bu Sansevieria minshayin, shibit gullarim, bu piyozlik. Hammasini cho'miltirib, suv qo'yib, to'proqlarni almashtirib, bu kichkina gullarim. Mana bu Halidoriya, katta shifliram bu. Shifliram bargini to'kdi, lekin tanasidan g'ijillab bolalar chiqaryapti. Tanasida hammasini tanasida bolalari bor. Dratsina. Bu Difinbachia camellia sorti, bu oqlik. Bu nimagadir qishda bargini to'kib yubordi, yangi barglar chiqaryapti. Bu ro'za xurmasi bu. Ro'za xurmam bu 5 yillik meni. Bitta tuvakda 10 talab chiqqan. Katta tuvakka o'tkazganman, yana tuvak kichkina qoldi. Bu ajdar gul deydimi? Shunday gul menimcha. Rosa o'sib ketdi. Mana uni yarmida kesib tashladim. Mana bu yerda ham uzun bariklari bor. Tagida mana yana yangi detkalar chiqaryapti. Mana bu yangi chiqqan shoxi. Bu ham xuddi mana bunaqa bo'lib chiqadi-da, keyin tanasida bunday bariklar chiqaradi. Mana chiqargan bariklari shuncha uzun ketadi. Bular yangi chiqarganlari. Mana bunaqa temirli arka qilib ilib qo'yibman. Bu shibit gulim ham sarg'aydi, lekin tagidan yangi chiqaryapti. Bu kesib ko'paytirgan kaktusim bu. Naryoqda Sansevieriani boshqa sortidan, tanasi ham yashil, juda antiqa sortidan bitta olib ko'paytirishga qo'ydim. Bu Strelitsa, bu Dratsina, shifliram, katta shifliram. Bular 5 yillik, 6 yillik, 7 yillik ham bo'lishi mumkin. Xo'p, bu Monstera. Katta ichi to'la.
Bu alakazay gulim. Buni 5 ta bargi edi. Bu ham qishda sovuq o'tdi baribir. Anchagina qor yog'di bilanmi hammada. Bular svet bo'lmadi, gaz bo'lmadi. Shundan rosa qiynaldi. Men bunisini yulib oldim, beylar ichidan chiqaryapti ekan. Shunisini shunagina yuvib qo'yadi. Bu Sanseverian. Ichi to'la buni ham. Bu ham Sanseverian. Bu Sanseveriani sariq bo'lgan bilan boshqacha sorti. Bu boshqacha mana. Ikkala Sanseveriya ikki xil. Bu boshqacha sort, bu boshqacha sort. Bu ikkalasi bitta. Men bo'lib ko'paytirgan edim. Buni ham ichi to'lib qoldi o'zi. Mana yangi detkalar berib, tuvagiga to'layapti. Mana ikkalasi ikki xil. Bugungi chiqargan gullarim mazza qilib juda nima deydi? Mazza qilib nafas olishyapti. Ichkarida dimiqdimi tuvagi nima deydi? Nami oshib ketdimi? Qora pashshalar ko'payib qoldi, chiqarib hozir cho'miltirib chiqdim. Endi dorilayman. Osilgan tuvaklar gullarimni sushilkaga ildim. Bu kapala gul keslisani bo'lib tashladim-da, shu tuvakka ekdim. Bu kala gulli piyoz gul bu. Bu ham gipastrumdan. Bu qo'yam meni. Qo'yam. Bu ham gipastrum, bu ham gipastrum. Keyin narixlarda ham bor yana qolgan gullar. Okay. Gullarim. Hozir sizlarga serin gulimni ham ko'rsataman. Bu serin daraxtim. 2-yanvar Dinovdan olib kelgan edim. 2-yanvar tuvakka ekkan edim. O'tadimi, yo'qmi deb ikkilanib serin. Keyin mana bu qishin yozin ham yashilib turadigan daraxtdan keyin yana bitta serin olgan edim. 2-yanvar ekkanman, yaxshi o'tsin deb. Bu palmamni bu barglarni sovg'irdi. Buni kesib taylayman. Mana yangi ham yashilib chiqyapti joyidan. Serinim mana rosa kurtakladi. Shunday xursand bo'ldim. O'tadimi, yo'qmi deb ikkilanib ekkan edim. Shuncha uzoq joydan olib keldim. O'tsin nima bo'lsa ham deb. Mana o'tib ketdi hammasi. G'ijillab kurtaklagan. Shunday xursand bo'ldim o'tganiga. Mana bariklari ham bor. Tagi qattiq. Chanqatib suv beraman hamisha. Mana ke. Endi mana bariklar chiqarib boshladi. O'tganiga rosa xursand bo'ldim. Qishin yozin ham yashilib turadigan daraxtim. Buni ham tuvakka ekdim. Buni o'tmadi deb buni ham qayg'urib turdim mana. Bu ham endi sal kechroq bo'lsa ham rosa kurtaklar mana qip-qizil barg chiqqan mana. Bu ham o'tdi, Xudoga shukr dedim mana. Indiski serin bu Dinodan yo'lda ko'chatlar sotilar ekan rosa ko'p. Dinodan qaytguncha video rolik qilganman o'zi. Dinodan qaytguncha Qumqo'rg'onmi shunda gullar do'koni bor. Shu magazinda video qilib tashlagan edim. Shu kuni men shu daraxtlarda serin ko'chatlarni olib qaytgan edim. Mana hammasi g'ich-g'ich bo'lib o'tib ketdi. Rosa xursand bo'ldim shularım o'tganiga. Buni kesing degan edi. Ishim bilan bo'lib umuman kesganim yo'q. Hali mana tepa qismdan urug'larni kesib tashlayman. Mana urug'lagan joylari. Ya urug'lari shunday turibdi, lekin bariklari juda zo'r. O'tganidan rosa xursand bo'ldim. Bugungi meni abiddan to mana shu 3:30gacha bo'lgan vaqtgacha qilgan ishlarim mana shular. Tuvagi singanlarni, to'prog'i qotganlarni, to'proqlarni almashtirib o'zim tayyorlagan yaxshi o'g'itli to'proqqa ekib, yangi toza tuvaklarga ekib, ularni cho'miltirib oldim. Endi hozir bir hammasini dorilayman. Manaki gullarim. Bu strelitsani shunaqa bargi yirtiq bo'ladigan sort ekan. Mana bundaqa, mana bu yangi chiqdi. Yirtig'i yo'q edi. Mana birdan yirtiq paydo bo'ldi. Mana bu ham yangi chiqdi.
Bu ham picha vaqtdan keyin yirtilib boshlaydi. Mana tagida yana yangi chiqayotgan bariklari bor. Xo'p, yana mana bu yangi chiqyapti. Keyin mana yangi chiqyapti yana. Mana bu yerda ham yangi chiqadigan bariklari bor. Hammasi yangi chiqaryapti. Bularga taxminan 1 oylar oldin temir moddasi bergan edim gullarimga. Temir moddasi berganim uchun xilal jeleza deyiladi. Shundan so'ng mana gullarim yaxshi o'sib, bolalab, detkalab qoldi. Bugungi qilgan ishlarimni sizlarga ko'rsatmoqchi edim. Bugun o'zi shanba, ish bo'lmagani uchun dam olaman degan edim ro'zalar bilan. Ro'za bo'lsa ham charchamay qilgan ishlarim. Mana shu gullarim uchun bugun kunim bag'ishladim men. Mana shu yerda sariq paydo bo'ldi. Bugungi videom yoqqan bo'lsa, like bosing, obuna bo'lishni unutmang. Xayr, sog'-salomat bo'lingizlar. Ro'zalar bilan charchamangizlar. Hammalaringizni tutgan ro'zalaringiz qabul bo'lsin.